Salam dostum. Keşlikiniz hayırlik bolsun. Anlavatqınınız Nicat FM. Mening bayonlarim bugun tundumu yana o'xshashlam sizga amra. Meningcha bir odamning taqdirining qandoq bo'lishi ko'pincha hollarda uning xuyi bilan munosabatlik. Odamning xuyi yaxshi bo'lsa, hamma ishlari nihoyat go'zal ravishda davom qiladi. Nurg'un kishilar mendan kelib shundoq so'raydi. Mening iyilikim yaxshi bo'lamdi. Oilam yaxshi bo'lamdi. Ballalarim, nikoh ishlarim yaxshi bo'lamdi. Mening taqdirim yaxshi bo'lamdi. Bu savollarni anglaganda men qaytirib shundoq savol so'rab qo'yaman. Sizning xuyingiz yaxshimi, emasmi? Odam amaliyotda bir umrda yanada odam bo'lishni o'rganadi. Chunki odam bo'lishni o'rganishning o'zimi bir umrlik ish. Buningdan mangu o'qish bitiribmi bo'la olmaysiz. Kishilik hayotda mayli dehqon, mayli savdogar va yoki kadr bo'ling, faqat to'xtovsiz o'rganishdilla ondan olg'a basa olasiz. Shunga oldi bilan xatolikni tunishni o'rganib qo'ying. Nurg'ullarimiz hamisha xatoligimizni bilib turib, uni ustimizga ilishni xohlamaymiz. Hamma ishlarda boshqalarning xatoligini o'tirg'i qo'yib, o'zimizning to'g'ri ekanligini isbotlamoqchi bo'lamiz. Amaliyotda xatolikni tonimaslikning o'zla cho'ng bir xatolikdir. Xatoligingizni taniydigan obyekt ota-onangiz, do'stingiz, jamiyatdagi kishilar, hattoki farzandlaringiz va hattoki sizga yaxshi muomala qilmagan kishilar bo'lsa-mu bo'laveradi. Chunki amaliyotda xatoligingizni tonish sababidan sizning biror narsangiz kamlab qolmaydi. Aksicha bilsangiz, boshqalarga nihoyat kichik bel, kang qo'rsoq tuyg'u bersiz. Xatoligini tunishni o'rganish bo'lsa, yaxshilikka intilish, o'zni yetildirishdagi cho'ng bir ilm san'ati hisoblandi. Uningdan boshqa turmushda cho'qim sipoyilikni o'rganib qo'ying. Odam deganning tishi qattiq, tili bo'lsa yumshoq bo'ladi. Kishilik hayotning eng oxirgi mazgiliga borganda hamma tishlaringiz tushib ketsa-mu, lekin tilingiz tushib ketmaydi emasmi? Shunlashqa muloyim, siliq bo'lgandila hayotlik ondan eng go'zal davomlashadi. Qattiq bo'lganda aksicha o'zimiz ziyon tortamiz. Ko'ngilni yumshoq qilish o'zni yetildirishdagi eng cho'ng ilgirlashdir. Agar biz nafsimiz, qalbimiz, shundoqla badanimizni asta-asta moslashtirib, ularni tang ilita olsak, qadamlarni tang ola olsak va o'xshash yumishta olsak, hayotimiz texmi xo'shal-xo'ramlik ichida o'tadi. Texmi rohat yashay olamiz. Uningdan boshqa cho'nglarimiz yana yo'lvosni yengan botir emas, ochiqni yengan botir deydigan so'z bor. Shunga do'stim, ochiqingizni besib olishni o'rganib qo'ying. Ochiqingizni birdan besib olsangiz, hamma ishlar tinchlanib ketadi. Bir qadam keyniga chekinsangiz, butun dunyo sizga keng quchoq ochadi. Chidavasingizlar, sizga qora bulutdek yupirilib kelgan barcha ko'ngilsizlik bora-bora yo'qaydi. G'ayratingizga ilib, sukut qilsangizlar, ziddiyatlarmi pasaydi. Shunga aql farosatingiz bilan, iqtidoringiz bilan, fazilatingiz bilan cho'ng ishni kichiltib, kichik ishlarni yo'q qilishga tirishing. Xotirjam turmush kechiraman, yashayman, hayot qolaman deydikansiz, cho'qim bardam bo'lib, chidashni o'rganib oling. Shundala kishilar orasidagi yaxshi-yomon, haq-nohaq, to'g'ri-xatoni farqlantira olasiz. Hatto uni barbara qabul qila olasiz. Boshqalar bilan fikrlashishni o'rganib qo'ying. Fikr almashtirish kamchil bo'lganda, to'g'ri-xato, jidal majra
haq nohaq va xato tushunish paydo bo'ladi. Eng muhim bo'lgani fikr almashtirish, o'zaro tushunish, o'zaro afu qilish, o'zaro yordam qilish. Chunki hammamiz o'xshashli inson. O'zaro talishib, urushib, fikr almashtirmay yursak, tinchlikdan qandoqmi so'z ochqili bo'lsin. Kechirmayman demang. Siz tugul, hattoki cho'ng davlat rahbarlarining dengiz okeanlarni atlab, yuzdirani ko'rishib turib mungdishishi, dal mana shu fikrlashish, o'zaro yordam berish, o'zaro kang qo'saq bo'lishning hikmatidan emasmi? Şoňa dostum, pikirlişni çoqum ögünüp qoyun. Yana, qadirlik dostum, özüňizge ta'alluq bolmagan barcha narsalardan isillik bilan voz kechishni ögünüp qoyun. Men kishilik turmushni xuddi bir xurum chamdonga o'xshataman. Ishlatadigan vaqtimizda ko'tarib olamiz, ishlatmaydigan chaqda uni qo'yib qo'yamiz. Agarda qo'yib qo'yishga tegishli vaqtda aksicha qo'ymay ko'tarib olsak, xuddi ig'ir yuktoqni ko'tarib olganga o'xshash o'zimizni charchitib qo'yamiz, arimiz va beorom bo'lamiz. Amaliyotda bizning hayotimiz nihoyat cheklik. Xatoligimizni tunish, hurmatlash, afu qilish orqali boshqalarning qabul qilishiga erishamiz. Ba'zi narsalardan faqat voz kechganimizda ondan erkin bo'la olamiz. Qadrli do'stim, yana boshqalarni ta'sirlantirishni o'rganib qo'ying. Boshqalarning yaxshi narsalarga erishganini ko'rganingizda cho'qim xushal bo'ling. Yaxshi ish, yaxshi odamlarni ko'rganda ta'sirlaning. Ta'sirlanish bo'lsa, yurakning cho'nqur qetidan chiqadigan ajoyib tatliq bir tuyg'u. Hayotimizda nurg'un ishlar, nurg'ulg'an kishilar bizni ta'sirlantirib turadi. Shundaqqa bizmi amalning barcha boshqalarni ta'sirlantiraylik. Nijot bugungi oqshomda eng oxirida sizga shundoq tavsiya qiladiki, yashashni o'rganib qo'ying. Yashash uchun badanimiz sog'lom bo'lishi kerak. Sog'lom badan o'zimizga foydali bo'lib qolmay, yana do'stlarimiz, oilamizdagilarni xotirjam qiladi. Shunlashqa mayli ruhimiz bo'lsin yoki jismimiz bo'lsin, cho'qim uni sog'lom tutaylik. Xo'sh, qadrli do'stim, undaqda har kuni kechda uxlashdan burun o'zingizdan so'rab beqing. Men bugun ochiqlandimmi? Bu ishlar mening ochiqlanishimga arzimdi. Qadrli do'stim, siz intayin aqlliq. Shunlashqa bayonlarimning tegiga cho'qim yetdingiz. Bugun kecha sal ko'p so'zlab qo'ydim. Kechirgaysiz do'stim. Yaxshi tush ko'ring. Xayrli kech.